Men birgalikda Stovscraft va bugungi videoda biz har xil bombalarni portlatib ko'ramiz. Sizlar esa video boshlanishidan oldin like bosib obuna bo'lish, albatta esinglardan chiqmasin. Qan bo'lmasam biz boshladik. Boshida bombalarni portlatish uchun zajgalka olib olamiz va keyin bombalarni o'zini ham olamiz. Mana bu bizning bombalarimiz. Endi bo'lsa ularni portlatishga o'tamiz. Birinchi bombamiz. Hamma yoq lavada qolib ketdi. Ikkinchi bombamiz. Creeperli bomba. Qani. Voh. Hamma yoqni creeper bosib va bomba portladi. Hamma yoqni creeper bosib ketdi. Bo'lmaydi. Ekran ham anchagina qotyapti. Creeperlar portlab ketyapti do'stlar. Nima yo'g'ini bilmayman. Endi esa navbat mega bombaga. Do'stlar, hammasidan ham eng kuchli portlash mana shu bombada. Ishonmaysizlarmi? Hozir sizlarga isbotlayman. Mana. Tamam, ekran qotdi. Qotdi ekran, do'stlar. Ay, mana qotyapti. Birozdan so'ng portlagandan so'ng o'zim xabar beraman do'stlar. Ungacha sizlar kutib turinglar. Yo, dunyo ham ishlamayapti. Bu вообще Minecraft'ni qotirib qo'ydi-yu do'stlar.
Va nihoyat do'stlar, mana bu bombamiz portlab bo'ldi. Mana qancha portlaganini qaranglar. Qancha joyni portlatib yubordi bu do'stlar. Даже bedrockgacha portlatib yubordi, qaranglar. O'z ko'rasizlar. Mana do'stlar, bedrockni ham buzdi bu. Mana ko'rishingiz mumkin. Bedrock aytdim. Bedrock. Hammasini buzdi bu. Xo'sh, biz esa keyingi TNT'mizni portlatamiz. Bu Zero Gravity deb nomlanar ekan. Bu bilan gravitatsiya ishdan chiqsa kerak. Mana xo'sh, mana do'stlar. Do'stlar, bizda mana uchish effekti bor. Buni ko'rishingiz mumkin. Mana bu bomba portlagan joyda gravitatsiya ishdan chiqadi do'stlar. Hamma narsa o'chib ketyapti. Xo'p, mana biz keyingi bombamizni portlatamiz. Galemli bombamizni mana. Hammani galem bosib ketdi. Hali ham spam bo'lyapti bular. Mana keyingisi esa bu Wizard bomba. Xo'sh. Qani buni bir portlatamiz. Menimcha hozir yomg'ir yog'sa kerak. Mana aytdimmi? Yomg'ir yog'adi deb. Xo'p, mayli, flash bombamizni portlatamiz. Nima bo'larkan bu bilan hayronman. Qani bo'lmasam portlatdik. Yomma portlash hozir. What the hell? Bizda ekran bo'ldi. Bu ham shunchaki gigant portlash ekan. Yaxshiroq bo'ladi deb o'ylagandim. Xo'sh, vaqt bombasi. Qani. Kunduz bo'lib qoldi. Xo'p, mayli do'stlar, keyingi fazamizni olamiz. Do'stlar, men sizlarga hozir o'zimga yoqqanlarini ko'rsatmoqchiman. Menga yoqqani mana bu Black Hole bombasi. Va keyin esa mana bu Wizard Boss bombasi. Va keyin yana bittasi bor edi. Horror bomba mana do'stlar. O'zimga shu yoqqanlarini ko'rsataman. Qolganini esa shu moddan portlatib ko'rishlaringiz mumkin. Mod esa Telegram kanalimda bo'ladi do'stlar. Lekin Telegram kanalimda shunchaki kirib keta olmaysizlar. Shu kanalimga menga 100 ta obunachi yig'ib beringlar. Men sizlarga Telegram kanalimni ssilkasini kommentariyada tashlab beraman. Kelishdikmi? Ne bo'lsa ketdik. Xo'sh, mana do'stlar, Black Hole bombamizni portlatib ko'rsam do'stlar.
Mana ko'rinishidanoq bu mana shunday epik ko'rinadi do'stlar. Mana what the hell. Bo'ldi, hamma narsani o'ziga tortyapti do'stlar. Mana hamma narsani endi o'ziga tortaveradi. Va ma'lum vaqtdan keyin o'zi portlab yo'q bo'ladi. Mana aytdimmi? Ekranni yana qotirib qo'ydi bu. Xo'sh, endi bo'lsa horror sensini ko'rsam do'stlar. Bu umuman dahshat sensi bu. Bo'ldimi deyishingiz mumkin. Ko'rinmaslik effekti. Ko'zlar. Aslida bu yerda hech narsa yo'q. Shunchaki mana bunday ko'zchalar. Lekin eng qiziq hali endi boshlanadi. Qarab turinglar. Hamma yoq qorong'i. Sizlar buni ko'rdingizlarmi? Bu sizlarni tinch qo'ymaydi endi. Xo'p, video shu joyda tugadi. Like bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.